Assalomu alaykum. Biror tizimni avtomatlashtirar ekansiz, albatta sizdan mana bunga o'xshagan statistikalar yoki dasturchi tili bilan aytganda dashbordlar talab qilinadi. Aynan ma'lumotlar biror hududga asoslangan va aynan O'zbekiston hududiga asoslangan bo'lsa, sizda hududlar bo'yicha filtr qilish talab qilinadi va aynan filtrlar, hududlar bo'yicha filtrlar oddiy select emas, mana bunga o'xshagan karta ko'rinishida bo'lishi mumkin. Ya'ni dizaynerning fantaziyasidan kelib chiqib, albatta oddiy select yoki drop down tanlanmayapti-da, aynan O'zbekiston kartasi mana bunaqa ko'rinishda chizib berilyapti va biror hudud bosilganda, misol uchun hudud ichidagi yana qaysidir tuman bosilganda, o'sha bosilgan tuman yoki hududga mos ma'lumotlarni filtr qilib berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni oddiy select o'rnida demak mana bunaqa karta kerak bo'lyapti, ya'ni O'zbekiston xaritasi. Bu yoqda muammo paydo bo'ladi, ya'ni mana bunaqa xaritani qanday qilish. Endi albatta dizayner uchun bu unchalik qiyin narsa emas. To'g'ri, aynan hududlar ichidagi tumanlarda chizib chiqish biroz undan vaqt talab qiladigan bo'lishi mumkin, lekin muammosiz yechim emas. Dasturchiga esa va aynan front-endchiga esa bitta muammo bor. Aynan muammo nimada? Biron bir xarita demak va chizilgan deylik. Bu qanaqadir baribir statik ko'rinish, ma'lumot. Biron bir hudud bosilganda, misol uchun mana bu hudud yoki mana Xorazm bosilganda, aynan Xorazmni bosilganligi va Xorazmni aynan databazadagi IDsini bilib olish va uni shunga qarab turib ma'lumotni backendga berib yuborib, o'shani ko'rsatishda masala bor. Ya'niki demak, siz aynan biron bir viloyatni tanladingiz, o'sha viloyatni tanlaganingizda, o'sha viloyatga tegishli bo'lgan IDni, ya'ni unikalniy nimadir ID, kod bo'lishi mumkin va hokazo, o'sha narsani aynan backendga berib yuborishingiz kerak bo'ladi. Bu degani, siz mana shu kartangizni har bir qismiga ID qo'yib chiqishingiz va xuddi shunday davom etilsa, misol uchun biron bir tuman bosilganda esa, o'sha tumanlaringizga ham ID yoki kod qo'yib chiqishingiz va o'sha kod yoki IDlarni aynan click eventlari bo'lganida, misol uchun backendga, ya'ni filtr ko'rinishida o'sha sizga kerak bo'lgan APIga, zaprosga berib yuborishingiz, so'rovga berib yuborishingiz kerak bo'ladi. Bu umumiy masala va buni agar e'tibor berib qarasangiz, qilmoqchi bo'lsangiz, oddiy ish bo'lmaydi. Misol uchun, ya'ni shuncha viloyat bor va ichida tumanlar bor va har biriga siz qo'lbola kirib chiqishingiz, ya'ni kod yozib chiqishingiz, hard kod yozib chiqishingiz, dasturlash tili bilan aytganda, bu biroz sizdan vaqt olib qo'yadi yoki erinib qolasiz. Okey, bir amallab qilishingiz ham mumkin. Lekin bu tizim, aynan bu narsa aynan bitta tizimingizda ishlatilmasligi mumkin. Ya'ni mana shunaqa karta sizni bir nechta tizimlaringizda bo'ladigan bo'lsa va siz o'sha bitta tizimingizga qilib qo'yuvdingiz, o'sha narsani, mana shu kartani yana copy paste qilib, ya'ni nusxalab boshqa tizimingizga olib o'tishingiz kerak bo'lib qolishi mumkin. Va bu yoqda nimaga olib o'tishingizda muammo bor deyapman. Endi to'g'ri, olib o'tish ham masala emas, copy paste qildingiz deylik, lekin aynan boshqa tizimda IDlaringiz boshqacha bo'lishi mumkin. Ya'ni viloyatlar albatta almashib ketishi mumkin, tumanlar almashib ketishi mumkin. Ya'ni barcha tizimlarda viloyat va tumanlar IDlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Shu sababdan aynan men taklif qilayotgan mana bunaqa umumiy bu kichik kutubxonacha desak bo'ladi, ya'ni kutubxona qilingan va aynan Angular dasturida qilingan bo'lib, bu yoqda yechim, ya'ni qanday yechim berilayotgani kod jihatidan siz ko'rib olishingiz mumkin. Bu yoqda mana GitHubga havola tashlab ketganman va bu yoqda ochiq turibdi. Mana bu Projects kutubxonani ichida yotibdi hamma logika va qanaqa logika qilingan, nima qilingan masalalarni kod, ochiq kod, ya'ni bemalol ko'rib, moslashtirib, o'zingizga olib olib, kerak bo'lsa o'zingizga moslab ishlashingiz mumkin bo'ladi va bu haqida biroz keyin yana to'xtalamiz. Demak, endi umumiy masalada men bu tizim, ya'ni men taklif qilayotgan kutubxonani nima xususiyatlari bor, o'sha haqida to'xtalaman. Demak, agar siz oddiy dastur qilyapsiz, tizim qilyapsiz va tizimingiz ichida men aytayotganday shunaqa hududlar bo'yicha aynan filtrlar deb tushunsak bo'ladi. Filtrlar kerak bo'ladigan bo'lsa va karta ko'rinishidagi filtrlar, demak, mana shu kutubxonani taklif qilyapman va bu aynan npmda ham mavjud. npmga havola tashlab ketaman va mana shu kutubxonani yuklab olib, xuddi shunday ishlatishingiz mumkin. U yoqda eventlar bor, qanaqa ishlatish bo'yicha, buni kod orqali ko'rish mumkin, ya'ni qanaqa ishlatilishi mumkin, ya'ni va o'sha eventlar, ya'ni mana misol uchun Navoiy bosilgan paytida yoki Xorazm bosilganda sizga aynan mana shu hudud bosilganligi to'g'risida hududning nomi, misol uchun yoki IDsini berib yuboradi. O'sha IDlarni olib olib backendga zapros qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu oddiy ko'rinishda, ya'ni men sample deb qo'yganman. Demak,
Bitta misol, ya'ni mana shunaqa ko'rinishda ishlatishingiz mumkin ekan. Ikkinchi xil usulimiz bor, Byliflet deb qo'yganman va bu biroz interaktivroq, ya'ni bu yoqda mana scroll qiladigan bo'lsa, kattalashish, kichirayish mana imkoniyati bor yoki bu yoqdan ham bosishingiz mumkin yoki mana bunaqa drag tushunchasi bor, mana xohlasangiz qayerga aynan scroll qilsangiz, misol uchun mana bu joydan scroll qilsam, o'sha joyini yaqinlashtirishni boshlaydi. Ya'ni bu biz biladigan kartalarda imkoniyati, ya'ni deyarli barcha kartalarimiz, ya'ni Yandex yoki Google kartalari bo'lsin va hokazo, barcha maplarimiz mana shunaqa imkoniyat bor. Ya'ni qayerda siz scrollni harakatga keltirsangiz, zoom in, zoom out bo'ladi inglizchasida. Va bu qanaqadir interaktiv aytayotganimdek, mana bosasiz, misol uchun, ya'ni yaqinlashtirib ko'rishingiz mumkin. Mana bu hududlar, misol uchun, qanaqa nimalar bor va ichida bo'laklarni ham ana hover bo'lganda ko'rsatyapti. Bu biroz interaktivroq usul va yonini bossangiz mana kichrayib olaveradi. Ikkalasi deyarli bir xil narsa-yu, aytayotganimda bu yoqda yana Leaflet deganman, bekorga emas, Leaflet degan kutubxona bor. Imkoniyati juda kengroq. O'sha xuddi kartalar bilan ishlashda aynan mana shu pen degan tushunchamiz bor yoki zoom in, zoom out, drag tushunchalarimiz bor. O'sha imkoniyatlarni qilib berish uchun juda qulay, ya'ni JS bo'yicha kutubxonamiz, ya'ni hozir JSda implement qilganmiz. Bu ikkinchi usulimiz bo'lyapti demak. Ya'ni demak siz ishlatishingiz bo'yicha men ikkita usul ko'rsatyapman. Bittasi oddiy, ikkinchisi aynan Leaflet asosida. Va bu yoqda uchinchi menyumiz bor, bu konstruktor degan. Va bu yoqda bir asosiy logika, balki o'zingizga moslash uchun va aynan mana bu kartani dinamik qilish uchun kerak bo'ladigan bo'lim. Bu nomidan konstruktor, ya'ni o'zingizga yasab olishingiz kerak. Endi boya boshida aytib o'tgan masalamga kelaman, misol uchun. Nima masalam? Ya'ni bu yoqda muammo bor. Hozir meni tizimimda ham aslida hard kod bor. Qanaqa hard kod? Ya'ni ID'lar baribir bu yoqda yozibdi. Kodini ochib ko'radigan bo'lsangiz, men bu yoqda inspect qilib turib, misol uchun mana bitta paz, misol uchun, mana shu pazda mana name yotibdi, 3 quduq, misol uchun kirillcha, lotincha, ruschasi va bu yoqda qanaqadir ID'si bor edi. ID'si bor, hozir tepar odamancha. Data name o'z mana ID. Mana bunaqa ID bor ekan xullas. Ya'ni mana shu ID orqali, ya'ni qaysi tuman bosilgani yoki region bosilganini bilib olamiz. Ya'ni bu unikalniy qiymat. Biz ID deb olganmiz. Va bu takrorlanmaydi va mana shu orqali backendga mana shu joy bosildi, mana shu tuman bosildi yoki mana bu IDli hudud, tuman bosildi degani aytib oladigan joyimiz bor edi. Va bu hozircha hard kod turibdi va bu aynan biron bir tizimga moslashgan. Sizda bo'lsa, aytayotganimdek bir nechta tizim bo'ladigan bo'lsa va mana shunaqa kartaga muhtoj bo'ladigan bo'lsangiz, siz tizimlaringizdagi hudud va tumanlarda IDlari albatta bir xil bo'lmaydi, boshqacha bo'lishi ehtimoli juda katta. Yo siz demak yechim keladi, mana shu kartaga moslashib hudud tumanlaringizni to'g'rilaysiz, ya'ni hamma joyda bir xil yuradi va biroz bu qiyinroq. Siz uni edit qilib qo'yishingiz, o'chirib qo'yishingiz va hokazo joylari bo'lib qolishi mumkin. Bu biroz ya'ni hardlik joyi bor, ya'niki siz tizimga moslashasiz va shuni bilib yurishingiz kerakki, mana shu kartadagi IDlar asosida u yoqdagi region, tumanlar qurilishi kerakligini siz miyada olib yurishingiz kerak bo'ladi. Bu aytayotganimdek hardlik joyi, hard kodlik joyi. Bu uchun men boshqacharoq yechim taklif qilyapman. Ya'ni nima bo'lyapti? Mana bu yoqda karta bor va bu karta top-toza. Buni kodini ko'radigan bo'lsa, top-toza kod, ya'ni dizayner tomonidan olingan kod. Bu yoqda mana hech qanaqa ma'lumot yo'q. Mana name yo'q yoki ID'si yo'q va hokazo. Va bu degani mana bu hudud qayer nimaligini, qanaqa IDligini hozir bilmaymiz. Ya'ni kodimiz deylik yoki biz dasturchi bilmaymiz. Bu qism Qoraqalpog'iston, bu qism Xorazm yoki yana nimadir. Buni bilmaymiz. Biz bilamiz, mana bu yoqda datalar bor. Hududlar bor. Mana masalan Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Andijon, Buxoro va hokazo. Mana demak Qoraqalpog'iston Respublikasi deylik. Mana shu ma'lumotlarni, mana bu regionni, aynan regionlarni mana bu yoqqa birlashtirib chiqish masalamiz. Ya'ni mana shu konstruktorning qismi demak, hudud va tumanlarga tegishli bo'lgan datalar va IDlarni yoki kerakli ma'lumotlarni, muhim ma'lumotlarni mos ravishda kartadagi hudud va tumanlarga qo'yib chiqish. Va bu yoqda logika bor. Buni qanaqa qo'yish degan masala bu bir tema va buni koddan balki ko'rib olsangiz bo'ladi.
Nu bemalol qo'rqmasdan, ya'niki nima demoqchiman, men bu yerga Tashkent City'ga nomini sal boshqacha yozishingiz mumkindir, balki misol uchun deylik, yoki ertaga nomi o'zgarishi mumkindir va hokazo. O'shanaqa paytda siz bemalol mana bu yerga o'zgarish kiritishingiz va bu yoqda do it tugmamiz bor, o'shani bosishingiz mana bu ma'lumotlarni demak bu kartaga qo'yib berar ekan. Va bu yoqdagi yana bitta bizdagi o'sha boshida aytayotgan muammomizga yechim deyotganim, sizni ID'ingiz, sizni tizimizdagi ID'ingiz boshqacha bo'ladigan bo'lsa, mana Toshkent shahri uchun ID boshqacha, misol uchun 1 bo'lishi mumkin yoki qanaqadir GUIDlar va hokazo. O'shanaqa paytda siz demak mana bu joyga misol uchun mana 1 deysiz. Toshkent viloyatim 2, 3 man demak ID deyapman, ya'ni bular IDlar. Misol uchun siz tizimingizda yoki 35 bo'lishi mumkin yoki 14 bo'lishi mumkindir. Ya'ni sizni tizimingizdagi mana bu kartani implement qilmoqchi bo'lgan tizimingizdagi IDlar, ya'ni regionlarni IDlarini yozib chiqasiz va xuddi shundaydan bu yoqda mana Toshkent shahrini tumanlari ketadi. Ularni ham IDlari albatta sizda boshqacha bo'ladi. Misol uchun 1 0dir, 1 1dir misol uchun deylik. Bularni ham demak barcha viloyatlaringizni, respublika yoki shahringizni, Toshkent shahrini misol uchun tumanlarini mana yozib chiqasiz. Va aytganimdek, do it tugmasini bosadigan bo'lsangiz, bu yoqda mana shu datalardan kelib chiqib, sizga kartani SVJ variantini mana bu yoqda mana text areamizda beradi va uni nusxalab olishingiz kerak va kerakli joyga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Buni hozir aytaman qayerga qo'yishingizni. Demak, hozir endi bilib olsak bo'ladi. Ya'ni haqiqatda to'g'ri qo'yaptimi konsolimizda? Aynan men hozir do itni bosganimizdan keyin konsolni chiqarib qo'yganman. Va bu o'zi kartada ham o'zgarish qilgan atak. Ya'ni kartani hozir kodini ochib qarasangiz ham, mana shu joydagi kodni qarasangiz ham o'zgarishlar bor va mana qarang. Mana Toshkent shahri mana new ID 1 bo'lyapti. Sababi biz boya mana 1 ni yozuvdik mana bu yoqda misol uchun va 1 ni уже qo'ydi. Va siz endi demak aytayotganimdek, agar bu tizimni, ya'ni bu kartani o'zingizga qo'yganingiz taqdirda, ya'ni mana buni nusxalaydigan joy bor. Shunday Toshkent shahrini bosganingizda mana bu datalarni olasiz. Buni ham ko'rsataman mayli. Va shu mana new ID bo'yicha siz bemalol, ya'ni demak new ID bosildi, ya'ni new IDdagi 1 IDli hudud bosildi degan narsani bemalol topa olasiz va backendga ayta olasiz. Ya'ni bu yoqda mana shu men aytayotgan dinamiklik masalasi bor. Ya'ni demak endi siz mana shu kartani qo'rqmasdan va o'zingizning hudud va tumanlaringiz IDsini yozib olish bilan masalangizni yechib qo'ysangiz bo'lar ekan. Demak, shu shunda davom etamiz. Shu joygacha bo'lgan qismini ozgina takrorlab o'raman demak. Demak, bitta karta bor edi va bu yoqda qanaqadir region tumanlar datalari bor edi. O'sha region tumanlar datasini aynan mana do it tugmamiz bilan birlashtiryapmiz. Do it tugmani bosish orqali va mana kod hosil bo'lyapti. Bu kod ichida kerakli hududlarga mos nomlar, IDlar va hokazolar qo'yilgan. Endi nima qilamiz? Davomi bor, demak. Mana shu aytayotganimni nusxa olib qo'yasizda, mana copy tugmasini bosasiz. O'sha o'rinda aytib ketishim kerak ekan, agar siz bu yoqda endi 200 dan oshiq tuman bor, misol uchun, общий bu yoqda yana 14 ta viloyat yoki respublika, shaharlar bor desak, yozib borish mobaynida siz save tugmasini bosib ketsangiz, ya'ni qanchadir yozgandan keyin albatta save tugmasini bosib qo'ysangiz, aynan sahifa reload bo'lib ketgan taqdirda ham ma'lumotlar ushlanib turadi mana. Ya'ni bu shuncha ish bekor ketib qoldi demaysizda, ya'ni F5 bo'lib ketishi mumkin, kompyuteringiz o'chib qolishi mumkin, har xil force majeure holatlar bo'lishi mumkin. Va mana shunaqa nima qilsa bo'ladi. Agar yo'q bu ma'lumotlar endi saqlab bo'lganingizdan keyin va bu bir martalik saqlanadi va aynan lokal storage saqlanadi. Men endi shunaqa soddaroq usul qilib qo'yganman. Storage da turibdi. Boshqa brauzerdan kirishingiz, boshqa kompyuter, boshqa devicedan kirishingiz mumkindir yoki boshqa tizim qilishni boshlaganingizda bu IDlar boshqacha bo'lishi mumkin. Ya'ni bu sizga keyin bu ma'lumotlar xalaqit qoladigan taqdirda mana clear storage bor. Mana tozalab yuboradi clear storage. Ya'ni o'sha local storagengizni aynan mana shu ma'lumotlarni tozalab yuboryapti va qo'rqmasdan endi yangi tizim uchun mos IDlarni yozib ketsangiz bo'ladi. Bo'ldi demak. Boya aytganim, kopiya qilib qo'yganman, nusxalab qo'yganman, menda masala yo'q. Endi kutubxona, ya'ni bizni aytayotganim, mana bu yoqda endi GitHubga havola tashlangan bo'lsa, shu yoqda kutubxonamizni ichidan kerakli komponentamizni olib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zimiz tizimga, men aytayotganim, bu kutubxonada hard kodli joyi men IDlarimga moslangan joylari bor, lekin siz IDingizga tushmayapti albatta. Bu uchun nima qilasiz? Boyagi
shu paytgacha bo'lgan ishimiz va aynan SVJni copy qilib qo'ydik. Ya'ni do'yitni bosdik, copyni bosdik misol uchun va repozitorimiz ichida projects, ya'ni mana bu NGX Uzbekistan Map kutubxonasini ichida mana asosiy komponentamiz mana NGX Uzbekistan Map degan bitta komponentamiz va Uzbekistan Map Leaflet degan yana bitta komponentamiz bor. Bu aytayotganim mana sample bittasi by leaflet. Ya'ni bu yoqda ikkita komponent bor. Endi shunaqaroq qilganman. Buni yana yaxshilasa bo'lardi. Masala yo'q. Mana aynan siz leafletli variant ishlatmoqchi bo'lsangiz buni, sample ishlatmoqchi bo'lsangiz buni ishlatishingiz kerak bo'lyapti va bu sampleimiz mana birinchi turgan mana bu 3 ta faylimiz va by leaflet deganimiz mana Uzbekistan Map Leaflet bo'ladi. Leafletni o'zingiz ko'raverasiz va stili bir xil. Uzbekistan Map'da mana kodiga kirib keladigan bo'lsak, bu yoqda SVJ bor. Mana bu yoqda hozir meni SVJ'm, ya'ni sizda ko'rinib turgan mana shu SVJ'ni kodi turibdi. Siz boya aytayotganimdek, kopiyalab olgan, nusxalab olgan SVJ'ingizni mana men bu yoqda o'zi yozib qo'yganman. Mana o'zbek tilida turibdi. Mana aynan wrapper qismi bor deylik, ya'ni mana bu qismlar o'zgarmasligi kerak va nusxalab olgan SVJ'ingizni qolgan qismini tashlashingiz kerak. Ya'ni usti, tepasi, pasti qolishi kerak demak. Yoki G'sini tashlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana G'larni общий, ya'ni bitta gruppirovkaga o'rangan, ya'ni G bu grup. Ya'ni SVJda group tushunchasi bor. Mana shu groupni shunday o'chirib tashlab, siz SVJ ichidagi katta groupni shunday tashlab yuborsangiz bo'ladi. Yoki aytayotganimdek, mana bu qismidan boshlab o'chirib tashlab, ya'ni mana nuqta qo'yganman. Mana shu qismdan xulosa qolsa bo'ldi. Shu qism muhim. SVJni qolgan ichki qismini ichiga shunday tashlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bu aynan scale tushunchasi uchun yoki SVJ map, endi bu yoqda TypeScript tarafda kodi bor. Ular tushunasiz, xudo xolasa, ya'ni shu mana bu kodingizda umumiy birlashgan qismini bu yoqdan o'chirib tashlab, o'zingiznikini tashlashingiz kerak bo'ladi. Va bu uchun demak aytayotganimdek, aslida hozir boshida aytmayapman. Bu kutubxona mana demak umumiy proyektimiz ochiq va shu joydan siz klonlab olishingiz va mana bu 3 ta ya'ni komponentlarni 3 ta elementlarini HTML, CSS fayl va test faylini o'zingizga nusxalab olishingiz kerak bo'ladi va o'sha nusxalab olganingizdan keyin o'sha joydagi HTML ichidan SVJ'ingizni o'zingiz SVJ'ingizni yuklab qo'yishingiz kerak bo'ladi va mana bu komponentlarni selektor bor o'zi, selektor orqali chaqirib ko'rasiz va komponentlar standalone, ya'ni oxirgi Angular versiyalari bo'yicha va siz buni import qilib kerakli joyda ishlatsangiz bo'ladi bemalol. Va shu bilan masalangiz yechiladi demoqchiman. Demak, mavjud SVJ kodingizni, yangi SVJ kodingizni bu yog'iga tashlasangiz bo'ladi va bu uchun siz albatta buni nusxalab olasiz. Ya'ni kutubxonaga siz baribir tega olmaysiz. Unga bunaqa ruxsat yo'q. O'zingizda aynan bu komponentlarni nusxalab, kerakli tizimingiz va barcha tizimlaringizda demak shunaqa nusxalab yurishingiz yoki xohlasangiz o'zingizga moslab olasiz, farqi yo'q. Va aytayotganimdek SVJga tashlasangiz bo'ldi, masala yechiladi. Men aytayotganim dinamikroq qilish masalasi. Va leafletda ham men aytib ketadigan joyim bor. O'sha leafletda ham xuddi shunaqa narsa-yu, unda datani ichida yotadi SVJ. Mana bu yoqda mana svj.ts fayl bor. Va svj.ts faylda konstanta bor edi. Mana export const svj string. Mana bunda G ekan. Demak, siz o'sha nusxalab olgan SVJingizni ichidan, shunda SVJ tagini ichida birinchi kiraverish joyida bitta asosiy tag bor, ya'ni G degan tag bor. O'sha tagni shunday bu joy bilan alishtirib qo'ysangiz bo'ldi. Agar leafletni nusxalab oladigan bo'lsangiz, ya'ni siz leafletni ishlataman tizimimda deydigan bo'lsangiz, siz svj.ts faylini alishtirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Demak, shunaqa qilib bo'lgandan keyin aytganimdek, kerakli joyda bu komponentlarni ishlatib qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Endi kartamizga qaytadigan bo'lsak, yana bitta qo'shimcha narsa aytib ketaman. Ya'ni optimalroq yechim deylik, balki boya aytayotganimdek, demak sizni tizimlaringiz har xil bo'ladigan bo'lsa va bu kartaga muhtoj bo'ladigan bo'lsangiz, yana bir nechta tizimlaringizda bu kartaga muhtojsiz va har birida ID'lar boshqacha bo'lsa, har birida bir martalik ish qilishingizni aytyapman. Ya'ni boshida bir marta qilasiz har biri uchun. Ya'ni ID'larni to'g'rilab chiqishingiz misol uchun kerak bo'lar ekan. Va bu ham biroz yaxshiroq yechim emas. Ya'ni ID'lar har xil bo'layotgani sizda 10 ta, 20 ta yoki 100 ta tizim paydo bo'lishi boshlasa, har safar yozib chiqish balki ish bo'lib qolar. Ya'ni sizga qimmatga tushishi boshlashi mumkin. Lekin bunday qaraganda 1 soatlik, 2 soatlik ish bo'lishi mumkin bu ID'larni moslab chiqish. Lekin endi bundan yaxshiroq narsa qilib qo'yaman, bir martalik va juda tezda qilib qo'yaman deydigan bo'lsangiz, bu yerga Soato degan narsani qo'shib ketganmiz. Ya'ni bu
SOATO tushunchasini qarab qo'yishingiz kerak. Nima? Tipa aynan hududlar uchun unikalniy qiymat va takrorlanmas qiymat. Bilishim bo'yicha shunaqa. Yoki buni siz kod deb tushuning. Xuddi bu masalan O'zbekiston yoki butun dunyodagi davlatlarda shunaqa ISO standartidagi qisqartmalar bor. Abbreviation deydimi inglizchasiga adashmasam. Masalan O'zbekiston UZB bo'lishi mumkin, Amerika USA bo'lishi mumkin deylik va hokazo. O'shanaqa unikalniy kodlar bor va kodlar takrorlanmas. Va xuddi shunday SOATO'ni ma'nosi ham shunaqaroq, ya'ni hudud va tumanlarga mos takrorlanmas qiymatlar bor. Bu internetdan qarab ko'rsangiz bor bu qiymatlar nechaga tengligi. O'sha narsalarni agar siz yozib ketsangiz, ya'ni ID emas, demak, hududga, tumanga mos o'sha SOATO'larni erinmasdan yozib chiqasiz va buni bir marta yozasiz va buni saqlab qo'yasiz va aynan mana bu SVG'ni yasab olib, o'zingiz uchun bitta komponentda qilib qo'yasizda, o'sha komponentingizni barcha proyektlaringizda bemalol ishlataverasiz. Ya'ni nusxalab yurish endi kerak bo'lmaydi. Bitta komponentda ishlatasiz va uni xohlasangiz kutubxona qilib qo'yishingiz mumkin yoki hali aynan o'zimiz ham SOATO'ni kiritib chiqsak va mana shu kutubxonaga balki SOATO'ni biriktirib qo'yarmiz. Va unaqa bo'lgan taqdirda siz endi backend bilan ma'lumot alishayotganda, ya'ni biron bir hudud mana bunaqa bosilgan taqdirda, misol uchun, o'sha hududni siz ID'sini emas, SOATO'sini beraverasiz. Ya'ni mana bu SOATO'lik, ya'niki mana misol uchun mana bu hudud bosilgan taqdirda ID emas, mana bu SOATO'lik hudud bosildi yoki mana bu bosilganda mana bu SOATO'lik tuman bosildi deb backendga aytib yuborasiz. Ya'ni query parametr yoki body va hokazoda. Va backendda ham aynan o'sha jadvalida, ya'niki databazasida hudud va tumanlarni tablisasida, jadvalida, ya'ni SOATO degan ustuni bo'ladi, kolumni bo'ladi va o'sha ustun orqali nima bosilganini u topib oladi. Ya'ni Mo'ynoq tumani bosildimi yoki biron bir viloyat bosildimi, o'shani aynan SOATO orqali aniqlab oladi. Bu aytayotgandek, u bir martalik, backendda ham bir marta qilinadigan ish bo'lib qoladi. Ya'ni SOATO orqali demak hududlarni filtr qilish degan masala va frontda ham mana shu komponentingiz bitta bo'ladi, barcha tizimlarda bitta bo'ladi. Ya'ni bu optimalroq yechimni taklif qilyapman va bu uchun aytayotganim SOATO kerak bo'ladi. Bu bilan amalda yetsangiz bo'ladi. Demak, umumiy masalamiz shunaqa edi. Xulosa qiladigan bo'lsak, biron bir demak kartamiz bor, O'zbekiston kartamiz va O'zbekiston kartadagi hudud tumanlar bosilganda, o'sha hudud tumanlarga mos ma'lumotlarni filtr qilish masalasini ko'taryapmiz va buni aynan biror kutubxona levelida qilishingizni va dublikat qilmasdan yoki SOATO bilan yoki endi majbur bo'lsangiz yaqinroq sizga yechim bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zingizni databazangizdagi ID'lar orqali ma'lumotlarni SVG'ni yasab olib, bunaqa ko'rinishda ishlatishni taklif qilyapmiz.